Qaranglar. İşte rozetka, включатель. Bu включатель nima uchun deb bilasizlar? Hammaga savol. Hammaga assalomu alaykum do'stlarim. Mana shu videoim ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Men bu videom bilan kimdir ko'nglini ortish yoki o'sha ustani ko'nglini ortish yoki ishini yomonlash niyatda emasman. Prosta mani maqsadim shundaki, mana shunaqa bo'lmagan narsalarga pul sarflashlaringizni xohlamayman-da. Misol uchun elektrik kelib, sizlarga mana shu narsani qilaman desa, yo'q, menga bu narsa kerak emas deb aytish kerak deb o'ylayman men. Chunki bu narsadan tolq yo'q. Bu narsani to'g'ri yo'nalishi boshqacha bo'ladi-da. O'zi mana 1.60, 1.70 balandlik, poldan balandlikda, 1.70 balandlikda rozetka o'rnatiladi. O'sha rozetkani tagidan keyin televizorda kronштейni bo'ladi. Kronштейнdan keyin poldan где-то 80 santimetrlikda bitta включатель, bitta rozetka qo'yiladi. Ana unda o'sha включатель tepadagi rozetkani o'chirib yoqish uchun qilsa, ana unda foydalansa bo'ladi, lekin u ham даже keraksiz narsa. Men oldin shunaqa narsa qilardim. Hozirgi kunda foydasizligi uchun to'g'risi qilmayman, shart emasligi uchun. Prosta tak, mana o'zimning xohishim shunaqa bo'lgani uchun. Birovga bor, mana shu narsani maslahat ham berishim shart emas. Kimdir aytib kelib, usta menga mana shu narsa ma'qul, mana shu narsani qilib bering desa, qilib berishim mumkin. Atak o'zim maslahat bermay qo'yganman hozir bu narsani. Shu orada kommentlar ham yaxshi kommentlar bo'lgan. Ahmoqlik, men ham ustaman, birinchi marta ko'rishim bunaqa включатель. To есть bu ishda ahmoqlik demoqchilar. Kerak bo'lsa включательni ventilyator orqasiga qo'yib berishadi. Bir xil farosatda ishlating, televizor kronштейн rozetkadan 30 cm yuqoriga o'rnatiladi dedilar. Xo'p, shu akamga gapirmoqchiman. Aka, qayerda ko'rgansiz televizorda ostida rozetka bo'lganini? Yani sizga savolda. Hozir hammamiz zamonaviylashyapti-ku. Faraz qiling, siz televizorda ostiga rozetkalar o'rnatingiz, usti tarafiga televizorda o'rnatdingiz, televizorni rozetkalarini so'taga olib kelib tagiga suqib qo'ydi, shu kabellar ko'rinib qoldi-da. Xo'p, nima foydaki televizorda devorga osganda? Mana savol sizga. Bu qachonki podstavkaga o'rnatiladigan bo'lsa, 1 metr yoki o'sha обычный включательlar, figushkalar razmerida o'rnatilsa, o'sha podstavkali bo'lsa, o'shani qilsa bo'ladi. Meni fikrim opet. Hozirgi kunda unaqa narsa qilinmaydi. Hozir kronштейнdan tepa tomonga o'rnatiladi. Shtobi kronштейн pastda bo'lib, o'sha vilkaga suqilganda hamma narsa orqasida qolib ketadi. O'sha kabel, hamma narsa orqasida qolib ketadi. Faqat televizor takoy turadi-da. Xo'p, kerak emas narsa deganlar, yana nima deydi, hazilga olib elektrikni bola chaqasi bor, tochib ko'paytirgan deganlar, to'g'ri, atak men ham shunday deb o'ylayman, chunki boshqa narsada o'ylamayman bu yerda. Faraz qilinglar, mana 55 li televizorda, 55 li televizor shunaqa katta narsa bo'lib ketadi, o'sha devorga o'rnatgandan keyin mana hech qanaqasiga qo'llaringizni olib borib, u включатель ishlashni ilojisi yo'q-da, prosta. Qaysi kanlar bilan bunaqa narsa qilinganini men bilmayman, lekin kimdir o'ylaringizga kelib elektritsiyada qildiradigan bo'lsangiz o'ylaringizda shunaqa narsalarni sizlarga taklif berib nimalardir deydigan bo'lsa, atkaz qilib yuborishlaringizni maslahat berardim, to'g'risi. O'zimni obunachilarimga unaqa yomon narsalarni ravo ko'rmayman, to'g'risi. Faqat yaxshisini olib chiqib ko'rsatishga harakat qilaman har doim. Zo'rini. Xo'p, kimnidir ko'nglini ortib qo'yishdan yiroqman, do'stlarim, to'g'risi. Kimdir ko'nglini ortib qo'ygan bo'lsam, uzr so'rayman. Xo'p, keyin mana shu kommentariy yozganlar shu videoning tagida, shu videoni ko'ringlar. Yaxshi gaplar bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlaringizga omad, baraka bersin.